Assalomu alaykum, krasotolочки. Sizlarga o'zimni botoksimni ko'rsatmoqchiman. 14 kun oldin o'zimga botoks qilgandim. Mana. O'sha qovog'imni sololmayapman. Bu erlaringga qovoqlarni solmasalaring foyda beradi. Doim kulib yurasizlar. Mana o'sha tepaga harakat. Bundan ortiq harakat qila olmayman, hech chiziqlar tushmaydi. Shuni evaziga bloklanganligi, ya'ni harakat bo'lmaganligi evaziga ajinlaring yoyilib ketadi. Mana ko'zimni tegi ajinlar ko'rib turibsizlar mana. Baytga faqat plazma pendan boshqa hech narsa yo'qotilmaydi. Yo'llarini ko'rib turibsizlar mana. Ajinlar yo'q. Buni asobiy video qilganim botoks bilan fillerda adashtirib qo'yishadi.